Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim. Videoni boshlashni shu so'zlar bilan boshlashni niyat qildim. Men bugun sizlarga mushkambar gulni qanday parvarish qilishdi, qaysi tuproqlar to'g'ri kelishdi va bahor oldi, kuz oldi nimalar qilishdi men sizlarga aytib o'tmoqchiman. Hozir bu gulimiz, mana bu gulimiz 2 yillik mushkambar. Buni hovliga turganlar hovliga ekib qo'ysa, albatta bu plyonkaasini olmaslik tavsiya beraman. Shunday eksangiz, kuz oldi sentyabr oyi o'rtalarida yoki boshida shu tuvagi bilan olishingizga bu gulimiz stress bo'lib qolmaydi olganlaringizda. Va sizlarda bahor oldi, masalan, mart oldi gullaringizni kesib qo'yishlaringizda va undan yaxshigina barg chiqarishini aytib o'tmoqchiman. Hozir bu gullarni kattaroq tuvakka, domga sharoitiga ekib ko'rsatmoqchiman. Bu zakaz bizga. Birinchi nima qilishimiz kerak? Bu gullarga o'zimizda ozgina bo'lsa ham mehrimizni berishimiz kerak. Bu bargi sarg'ayib qolgani, bu o'lib qolayotgan gul emas, bu suvsizlikka qolgan. Barglarning uch qismlarini albatta kesib tashlashlaringizni tavsiya beraman. Chunki nimaga desangiz, bu gul gullaydi, gullashni olib keladi. Mana shunday qilib, kal qilib ekib qo'yamiz, ya'niki taglaridagi bemalol qo'rqmasdan kesib tashlashlaringiz mumkin, hech narsa qilmaydi. Uchlaridan qo'rqmay kesishni tavsiya beraman. Qo'rqmang, hech narsadan qo'rqmang. Uchlaridan bemalol kesib tashlasangiz bo'ladi. Mana bunday qilib. Keyin yana aytmoqchimanki sizlarga, gulni hech qachon o'rtasidan kesmang, sal pastroqdan kessangiz baribir quriydi, qanchadir miqdor quriydi gul. Kesgan joyingizdan. Juda ham chiroyli, juda ham xushbo'y, buni tavsiya beraman. Har bitta xonadonga tavsiya beraman. Kesib tashlayman. Yoqmaydi menga unaqa. Mana bunday qilib kesib chiroyli. Bu chanqab yotibdi, mana tuproqlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chanqab yotibdi bu gullarimiz. Endi bunga men tosh qo'ymayman. Ozginagina tashladim, bir siqimgina tashladim. Tuproqni keyin ko'rsataylik tuproqni. Go'zallarim, xojonalarim, mana shu tuproqlarda sotuvda bor. Bu tuproqning 1 kilosi 20 ming. Aytishlaringiz mumkin, nima uchun tuprog'ingiz qimmat? Tuproqning ichida mendan tashqari hamma narsa bor ichida. Ugl, tabletka, ko'mir, perlet, vermikulit va qimmat Xitoydan kelayotgan asmakollarimiz ham bor meniki. Hamma narsamiz bor. Siyaqroq olibki. Manaki. Ozginagina tashlab qo'ydim mana. Va gulni qo'rqmay oling. Hech qachon eski tuproqqa teginmang, faqatgina o'z qismlarini ozgina olib tashlang, lekin tagini bezovta qilmang. Ayrim hollarda taglarini bezovta qilishar. Bunga hech narsa kerak emas. Hech narsa, hech qanaqa vitamin kerak emas, hech qanaqa dorilar kerak emas. Tuproq shunday o'zini o'tkazib qo'ysangiz bo'ldi. Ravna qilib o'tkazib qo'yasiz. Tagini bezovta qilib, tuproqni chiritib tashlashlaringiz shart emas. Aytganimdek, har bitta videomda aytaman, urib eksangiz taglariga joylashtiradi. Mana bo'ldi. Gulimiz tayyor. Aytishlaringiz mumkin, nimaga tagiga tosh qo'ymadingiz deb. Tosh qo'ymayman. Mana. Yaxshilab uramizki tagidan chiqsin. Gulingiz ozgina xafa bo'lib qoldimi, demak u suv chanqagan. Bu juda ham beozor. Ayniqsa yerga, hovliga turganlar yerga eksa, uni o'zgarishi daraxtdek bo'lib ketadi. Kuz oldi bir qarich qoldirib, masalan, siz yerga ekkansiz, to'g'rimi? Yerga ekkan bo'lsangiz, bir qarich qoldiring. Bu уже kattarib ketadi, tez kattaradi yerga ekilgan gullar. Bir qarich qoldirib, qo'rqmasdan ustidan kesib tashlab, ustiga paket yopib, qishdan chiqarib olishimiz mumkin. Buni endi boshqa videolarda boshqa blogerlar aytadimi, yo'qmi, gulchilar bilmadimi? Lekin hammasini aytib o'tishdi, niyat qildim. Qizlarjolar
Mana qo'rqmang, hech qachon qo'rqmang. Voy, uni bu qoladi deb. Hech qachon sizga paringdagi gullarni ildiziga dori berishadi. Esingizdan chiqarmang manaki. Hech narsa qilmaydi. Hatto ko'tarib, mana bunday qilib tursak ham hech narsa qilmaydi. Chunki gulchilar dori beradi, faqatgina tomiriga ishlov berish uchun. Chunki qachonki gul tomiri zo'r bo'lsa agar, yaxshi bu xohlagan tuprog'ingizni qo'yib ekishingiz mumkin. Bemalol qo'rqmasdan o'sib ketaveradi. Juda ham beozor. Lekin har bitta xonadonga tavsiya beramanki, juda ham zo'r. Xato qilmaysiz olganingizda. Bozorda 20-25 mingga topasiz. Mana. Bizda ham sotuvda bor gullarimiz. Mushkambar guli, jannat ifori deyishadi. Balkim men xato aytgandirman, lekin meni ekish usuli mana shunaqa. Menga shunaqa o'rgatgan onam, opalarim. Shunaqa kam bo'lganim yo'q, holi gullarim qurib qolgani ham yo'q. Mana shuncha gullarim bor. Mana shu. Mana ko'rib turganlaringiz hech narsa qilmagan ildizga. Bemalol qo'rqmay ekib qo'yishingiz mumkin. Qizlarjonlar, katta tuvakka ekmang hech qachon gulingizni. Hech qachon gullaringizni katta tuvakka ekib, gullaringizni nobud qilmang. Chunki katta tuvakka gul ekkanimizdan keyin sizlar uni me'yorini bilmaysizlar. Suv qo'yishda quritib olishimiz mumkin. O'zidan 1 santimetr sal kattaroq tuvakka eksangiz bo'ladi. Iloji bo'lganda yerga ekardim, lekin meni hovlida turmayman, tog'da turaman. Mana bir pasda to'rttagudek bor. Buni endi to'yintirib suv beramiz. Bo'ldi. Qizlarjonlar, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Agar sizning barglaringiz tagidan sarg'ayib to'kilsa, undan qo'rqmang. Hech narsa bo'lmagan gulingizga birinchi chiqargan navlarda albatta gul to'kadi. Bugungi videolarim shulardan iborat. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, Allohga omonatlar. Har bitta videolarim sizlarga manfaat keltirayotgan bo'lsa, mehringizni duo qilishni unutmang. Salomat bo'ling.